16 Pro Max'da juda ham ko'p muammo bo'lyapti. Zaryadkada kuyib qolishi. Imkon boricha o'zini original zaryadkasidan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Mana yana bitta xuddi shunaqasi kelgan. Buni ham polniy ish jarayonini nasib bo'lsa qo'yamiz. Buni ham ko'rsatmaydi, lekin zaryadga ko'ramiz. Pro Max'imiz mana tayyor bo'lgan. Hozir tekshiramiz. Ehtiyot bu orasida shu zaryadga qo'yotganda tok o'ynasa, mana shunaqa ishlar bo'ladi.